Har kuni 2 bo'lakdan tarvuz iste'mol qilsangiz, organizmingizda nima o'zgarishlar yuz beradi? Bugun bu videodan bilib olishingiz mumkin. Tanamiz asosan yoz oylarida suvsizlanadi. Tarvuzning 90-95% suvdan iborat, ya'ni tanada bo'lib o'tadigan suvsizlanishni oldini oladi. 100 gram tarvuzda 120 mikrogram kaliy mavjud. Bu degani sizni qon bosimingizni tushirib beradi. Ozmoqchi bo'lganlar uchun ham tarvuz ideal yechim hisoblanadi. Ya'ni siz kunning birinchi qismigacha 100 gram tarvuz iste'mol qilsangiz, bunda 30 kaloriya bor. Bu degani juda ham kam. Shuning uchun obedgacha bo'lgan paytda tarvuzni bemalol ozish uchun iste'mol qilsangiz bo'ladi. Me'yordan ortiq iste'mol qilingan tarvuz esa qondagi shakar miqdori va insulin darajasini ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun kunning birinchi qismigacha kuniga 300-400 grammgacha tarvuz iste'mol qilish aynan tanaga zararli bo'lmaydi. Ushbu manfaatli videoni tarvuzxo'r do'stingizga yuborib qo'yishni va ko'proq insonlarga yetib borish uchun like bosishni unutmang.